Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytdilar: "Men sizlarni shunday bir ishga dalolat qilaymi, agar uni qiladigan bo'lsalaring bir-birlaringni yaxshi ko'rib qolasizlar. Afshus salama baynakum. O'rtalaringda salomni oshkor va baralla beringlar" deganlar. Azizlar, bizning boshqa amallarimiz tilimizda bo'lib qolgani kabi salom kalimasi ham faqat tilimizda bo'lib qolgan. insonlarga bir-birini yaxshi ko'rishga yetaklaydigan darajadagi salom boshqacha salom. Assalomu alaykum va alaykum assalom emas u. Assalomu alaykum deganda ixlos bilan, rostmona Alloh taoloning go'zal ismi bilan unga barcha yaxshiliklarni yurakdan samimiy tilaydigan bo'lsangiz, u haqiqiy salom bo'ladi. Nariga alik oladigan odam ham samimiylik bilan mana shu menga salom bergan odamga barcha yaxshiliklar, hamma narsaning salomatligi, hamma narsaning sog'lomi bo'lsin degan ma'noda va alaykum assalom desa, ana keyin muhabbat paydo bo'ladi. Salom dunyodagi eng go'zal so'z. Alloh taoloning go'zal ismlaridan bir ism. Agar buni ma'nosini inson qalbi bilan mushohada qilib ayta olsa, keyin ikki mu'min bir-biriga muhabbatli bo'lib qoladi. Komil musulmon bo'ladi va jannatga haqli bo'ladi inshaalloh taolo. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlari kabi.